Sovuqqa qotib qolyapti. Keldik. Nima edi? Uf, hamma joy soz. Mana bir musulmi, bir bala o'lib qolganmi? Kirgan joyimizda qanaqadir hid, невозможно hid. Qochib chiqib ketdik o'rtoqlar. Boshqa joyga boramiz endi. Chidab bo'lmaydigan. Bizlar bilmadim nima qilibdi, lekin bizlar chidolmadik. Ketdik. Assalomu alaykum azizlarim. Salom hammaga. Mana bizlar downtownda yuribmiz, Chicago downtownda. Chunki bugun bayram arafasi shanba kuni sizlarga Santa Clausni poyezdini ko'rsatmoqchimiz. No poyezdni ko'rsatishdan oldin Chicagoni downtowni ko'rsataylik dedik. Downtownda odam kam sizlarga aytsam, chunki hamma bayram qilishga kirib ketgan, hamma barlargami, bironta bir bayram bo'layotgan klublargami, hamma joyga kirib ketgan. Lekin shunda ham odam yuribdi mana. Sovuq bo'lsa ham odamlar bayram qilib yuribdi. Mana Kamilla как раз muzika aytyapti bayram munosabati bilan. Chunki bu o'zi juda qo'shiqchi qiz. Kano Santa Claus poyezdini ko'rsatamiz sizlarga, chunki Santa Claus o'sha yerda o'tirgan bo'ladi. Hamma poyezdga o'tiradi, juda chiroyli qilib bezalgan. Shularni sizga ko'rsatmoqchimiz. Qanday qilib Chicagoda bayramni o'tkazishni bir debochasini ko'rasizlar. So cool. Or just like those cheap like Wait, you hold on to me. Помаши ручками, Камила. Ana Santa Claus poyezdi. Mana. Mana. This is Charlotte at Irving Park. Thank you for buying the CJ Holiday Train. Once again, passengers, what you Get to that area. Get to that area. Is that one packed? No, I don't know. Hurry. Ali. Hi. Get parada. Камила, помаши. O'tiraylik vagonlarga. Popular. Oh, that's why. Mana endi shu joyni ko'rsatdik sizlarga. Bu ko'chalarda juda uzun ko'cha, ber hammasi belgilangan. Bu juda sovuq, kuta olmaymiz, kirmasak kerak bu yerda. Boshqa joylarni ko'rsatamiz. Hamma joyda to'la odam. Любой joyda, kichkinagina barcha ham to'la, kattasi tim bo'lib to'la. Odamlar mana bayram qilib o'tiribdi. Juda ham sovuq, Chicago juda ham shamol shahar. Qanaqadir sovuq. Sovqotyapmiz. Sovuqqa qotib qolyapti. Qotib qolganimizda tilimiz aylanmayapti. Bir kaprolli cho'pka ham kiyib yuribdi. Yo'q, bu yerda muz qotib qolgan. Bizga o'xshaganlar qotib qolsa ham, ular shortida ham yuraveradi. Chunki immuniteti baland, kasal juda kam bo'ladi ular, menimcha. Bizlarga lekin sovuq juda ham. Mana anaga keldik. Bowling o'ynaydigan joyga keldik. Amerikanskiy beysbol o'ynaydigan joyga keldik. Mana hamma o'chirib turdi, bilmayman, beysbol o'ynashga kelganmi, nimaga kelgan bular? Bugun o'yin bor qanaqa? Ana archani oldiga boryapmiz ana. Hamma joyda bayram shukuhi.
bayram qilyapti hamma. Bugun shanba, конечно, odam shuning uchun ko'p. Mana bizlar hozir yarmarkaga kirdik. Kichkinagina bayram yarmarkachasi. Mana qaranglar, bu yerda nimalar bor. Kim sovqotsa bemalol shapka olib kiyish mumkin. Qayersa pulga. Tak, bu yerlarda yeydigan narsalar, chokoladlar, горячий chokolad, muzika. Archani oldiga boramiz. Ketdik. Горячий chokolad oldik. Kamilochka bilan mana. Mana har xil ana yangi yil suvenirlari, Christmas suvenirlari. Tavba. Ana odam mana Amerikada ham sherpatirib bor ekan mana. Sherpatirib? Bizlar endi bu yerdan chiqyapmiz. Qanaqadir shunday sassiq xuddi ana hindlarni o'ligini kuydiradi. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Kirgan joyimizda qanaqadir sassiq hid, невозможно hid. Qochib chiqib ketdik o'rtoqlar. Boshqa joyga boramiz endi. Chidab bo'lmaydigan. Bizlar bilmadim nima qilibdi, lekin bizlar chidolmadik. Ketdik. Mana beyzbol tayoqchalaridan qilingan zaborlar qaranglar. Bu yerga qilinishga sabab odamlar yerga kelib shuni ko'rib o'tiradi. Qanaqadir match bo'lgan paytda, bular соревнование bo'lgan paytda tomosha qilish uchun keladi. Mana svoboda bo'lgan uchun hayla velosipedlarni ham teskari tashlab ketaveradi. Hech kimda ishi yo'q. Mana shunaqa xohlasa marhamat chizaveringlar. Hech qanaqa yo'q ограничений. Xohlaganingizcha chizishingiz. Battar bu uchish ko'paygan. Bizlar mana bu yerroqda edi. Shunga ham biz qanoat qilmay ketdik. Lekin bular turaveradi. Kechgacha bo'lsa ham turadi. Keyin kiradi. Shunaqa bular juda ham sabrli. Sizlarga aytsam, sabrli. Bular sabrdan bizlar ham o'rgansak bo'ladi lekin. Parkovkaga to'layapti. O'sha to'langan parkovka ham joyi yo'qda lekin. Aytib qo'ying. Mana. Mana bu yerlar ham o'chirik. Hamma joy o'chirik. Ham parkovka masalasi qiyin. Juda uzoqqa qo'yganmiz. Sovuqda endi o'sha mashinamizni qidirib boryapmiz. Qayerga qo'ygan bo'lsak o'sha yoqqa. No uzoq. Chunki вообще parkovka qo'yib bo'lmaydi hech qayerga mashinani. Parkovka masalasi juda qiyin. Даже mana platnilar ham bor. И то ular ham zanit hammasi. Ayniqsa bugun shanba, bayram oldi. Shuning uchun juda ham zich hamma narsa. Boyagi eng sentralniy joydan chiqdik. Endi chekkaroqqa chiqyapmiz-da, mashinamiz oldiga boramiz. Keyin davom etamiz yo'limizni. Bizlar mana magazinchani ko'ryapmiz. Bu ana chekadigan o'tlar. Bu yerda, конечно, juda ham katta anolar yo'q. Kuchli narkotiklar yo'q. Просто o'tli narkotiklarga ano bor. Legalizovanный ber deganim, to есть ruxsat bor. Ular mana kirib bemalol, faqat bunga dokumentingiz bo'lishi kerak, krasdagi olaverasiz. Bu magazinga kirish uchun 21 yoshdan katta bo'lish kerak odam. Shunda bemalol kirishingiz mumkin. Olishingiz mumkin bu narsa. Любой narsa olishingiz mumkin mana. Marhamat. No bizlarda bo'lmagani ham yaxshi. Bizlarda yaxshi. Bu yerda har qadamda bor. Bu smoke shop degan magazinlar. Lekin menga yoqmaydi rostini aytsam, bu magazinlar bo'lmagani yaxshi edi.